Bir ovoz bir qadam gruppasining ikkinchi cho'ng faoliyati bo'lgan dunyoning har qaysi joylarida o'xshash kunda, o'xshash usulda concentration camps are back, ya'ni jazo lagerlari qaytib keldi nomida vatanimiz Sharq Turkistondagi insoniyatga qarshi jinoyatlar aks ettirilgan foto surat ko'rgazmasi etish haqida chaqiriq. Tövəndə bu ko'rgazmani ilib berishdagi maqsad, nishonlar va ilib berish tartiblari haqida tushuncha berildi. Birinchi, ko'rgazmaning maqsadi. Oldi bilan bu ko'rgazmaga concentration camps qaytib keldi deb nom beramiz. Növbətdə bizning vatandagi lagerlarning mohiyati dal natsistlarning jazo lagerlari bilan o'xshaydigan bo'lib, biz concentration camps qaytib keldi degan bu bir jumla so'z orqali butkul dunyoni cho'chitadigan bu insoniyatga qarshi jinoyatning 21-asrda qayta takrorlanayotganligini dunyoga anglatish va Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazayotganligini dunyoga jakarlash. Shundaqla bu orqali butkul dunyo miqyosidagi oddiy avom xalqlarning hissdoshligi va qo'llashiga erishish. Uyg'urlarning hozirgi duch kelgan qismatlarining faqat Uyg'urlarning o'ziga munosabatli bo'lgan bir millatning o'z haq-huquqlarini qo'lga keltirish yo'lidagi da'vosi bo'lib qolmay, bu da'vo balki butkul insoniyatga o'rtaq bo'lgan 21-asrdagi fashizmlikqa qarshi bir da'vo ekanligini bildirishni maqsad qilamiz. Ikkinchi, ko'rgazmaning ilib berilish usuli. Birinchi, Uyg'urlarning kimligi tasvirlangan suratlar va filmlar Uyg'urlarning mustamlika qilinish jarayoni bilan boshlanib, xalqaroga oshkorlangan rasmlik isbotlarimiz, g'oyib bo'lgan kishilarimiz, lagerlarga qamalgan sarxillarimiz, bizda uchur bo'lgan barliq kishilarimiz, o'ldirilgan qarindoshlarimizning rasmlaridan bir plakat yasilib, ko'rgazmaga qo'yiladi. Lagerlarga qamalgan Uyg'ur sarxillari va guvohlikka berilgan barliq kishilarning suratlarini kirishtirib plakat yasaymiz. Ondan yozma shakldagi Uyg'urlar kim, Uyg'urlarning vatani, Xitoy davlatidagi o'rni, buningda avtonomiya atalgan atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi Xitoyning o'z qonunida belgilangan avtonomiyaning berilmaganligini alayida misollar bilan tushundiramiz. Uyg'urlarning vatani, tabiiy boyliqlari, Xitoyning jo'grafiyalik siyosatida tutadigan o'rni, Uyg'urlarning lagerlarga qamalishidagi sabablari, Xitoyning Uyg'ur xalqining Xitoy ichidagi va xalqarodagi obrazini izchil vositali holda xunuklashtirish ahvoli, lagerlarning mohiyati haqida egillagan isbotlar, ichkari o'lkalarga yetkilayotgan lager mahbuslari, lagerlarning joylashish o'rni, ko'payish jarayoni, oshkorlangan soni, tirik shohidlarning dalillari, Uyg'urlarning xalqarodan kutadigan umidi, lagerlarning taqilishiga xalqaroning besim ko'rsatishining muhimligi qatorliq mazmunlar bilan doklad tayyorlandi. Bu doklad ingliz tilida, mumkin bo'lsa yerlik tillarga tarjima qilinsa, texim yaxshi bo'ladi. Ammo har qaysi joylar o'z sharoitiga qarashi kerak. Uchinchi, ko'rgazma o'tkazilishdan avval har qaysi davlatdagi bir ovoz, bir qadam mas'ullari yetakchiligida yerlikdagi ko'rgazma o'rni bekitilishi kerak. Ko'rgazma o'rni muqim bo'lgandan keyin ko'rgazma haqida vaqti, o'rni va bu ko'rgazmaning mazmuni haqida qisqacha plakat yosilib, bu plakat maxsus tashviqot uchun ishlatildi. Har xil usullarda tarqitish va tashviq qilish kerak. Masalan, Yevropa davlatlarida har bir oilaning
məxsus poçta sandığı boludu. İlan təşviqatlarını qabul qilishni xohlaydigan poçta sandıqlarına selish, har xil jamiyatlar, restoranlar, talla bozorlari, cherkov, masjid, maktab qatorliq təşviqat varqimizni tarqitishga bo'ladigan har qandaq usulda, hatto shaxsiy munosabat torlarimizdanmi foydalanib, har bir Uyg'ur bu ko'rgazmaga yerlikdan ko'p odamlarning kelishi uchun yetarlik tashviqot qilishga kuch ko'rsatish kerak. 4. Ko'rgazmaga naq maydon iyona sandiqi tayyorlash. Bu tür har qaysi joyning o'z sharoitiga qarab bekitilsa bo'ladi. Bu turni qo'shishdagi maqsad ko'rgazma chiqimlarining o'rnini to'liqlash uchun. 5. Ko'rgazmaga qatnashuvchilarga tashviqot varaqi tarqitib berish. Qahva, choy, ichimlik va pranikni haqsiz ta'minlash. Bu tür har joyning o'z sharoitlariga qarab bekitilsa bo'ladi. 6. Ko'rgazma vaqti. Har joyning sharoitiga qarab bir kundan 3 kungacha davomlashtirsa bo'ladi. 7. Faoliyatni o'rinlashtirish usuli. Bu qatimliq faoliyat asosligi yerlik xalqlarga davoyimizni anglatish orqali yerlik xalq orasida jamoat fikri hosil qilishni maqsad qilganimiz uchun bu faoliyatning tayyorlik xizmatlariga barliq Uyg'urlarning ovoz qo'shishini qo'lga keltirish, faoliyat elib berishga bir ovoz bir qadam fidoyilari mas'ul bo'lish tartibi bo'yicha bo'ladi. Bir ovoz bir qadam guruhimizning har qaysi davlatlardagi aslidagi yetakchi avangardlari bu faoliyat haqida o'zi turishliq davlatlardagi Uyg'ur jamoatiga to'g'ri va to'liq anglatish va shu orqali butkul jamoatning yordami bilan bu faoliyatni muvaffaqiyatli elib berishga mas'ul bo'ladi. Agar oldingi qitim faoliyatga ovoz qo'shilmagan davlatlardagi qarindoshlar bo'lsa, bu qitim sepimizga qo'shilsa qizg'in qarshi olamiz. Bu faoliyatning alohidaligi real isbotlar orqali tinch usulda oz odam bilan ko'p kishilarga ta'sir ko'rsatamiz. Faoliyat tayyorligiga barliq Uyg'urlarning ovoz qo'shishi zarur bo'lsa-mu, ammo faoliyatni elib berishda odam kuchi namoyishdek ko'p bo'lishi talab qilinmaydi. Barcha tayyorliklardan keyin faoliyat eng zo'r mumkinchilik ishida tartiblik, unumdor elib berilishga kapolatlik qilinishi kerak. Har qaysi davlatlardagi barliq qarindoshlarning bu faoliyatni yaqindan qo'llashi va bir ovoz bir qadam guruhi fidoyilarga qo'lidan kelishicha yordamda bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Qo'shimcha: bu faoliyatning unumlik va g'albilik elib berilish uchun har qaysi davlatlardagi faoliyat yetakchilari maxsus tayyorlik guruhi to'p qurib, xizmatlarga vaqtida yetakchilik qiladi. Hurmat bilan xalqaroliq bir ovoz bir qadam guruhi. 2019 yil 1 oyning 20 kuni.